Felaket! Assalomu alaykum dada. Kim kovushimni orqasini bosib tayladi? Kim? Aya men deydi. Men dadasi. Salonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Forillatmasdan hech. Chapillamasdan ye ovqatni. Hop. Ikki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapillama kuchuk, chapillama. O'qishdan nimaga to'r olding? Uxlab qopman. Almashtir. Sen nima kundaligini olib kelmading? Dadajon, shuni stulchik ko'tarib kelibdi. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, yig'lama. Jilyappa. Qayda yuribsan? Bola yig'layib yotibdi-ku. Lala ko'tayliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni tasdiri yedim. Gelik dedikte, rozildi payom. Qaytada keldi?